dostlar, sizlar bilan ben Fayza. Bugun bir survival qilamiz. Bunda Fayza yo'q bo'ladi. Yo'q. Fayza yo'q bo'ladi. Shuning uchun keyingi videoda albatta qo'shiladi va obuna bo'lib like bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasa, meni obuna bo'lishdan kuzatayotgan odamlarning foizini shuncha ekan. Shuncha odam meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Albatta buni to'g'rilash uchun siz obuna bo'lib qo'yinglar va obuna bo'lib. Men oyning oxirigacha 100 ta obunachi bo'lishim kerak. Buning uchun sizlar yordam berasizlar. Va unda boshladik survivalni. Birinchi har doim daraxtlardan boshlaymiz. Lekin endi olamiz. Asfam bo'lamiz videosini birinchi qismini chiqargandim va unda ovozim yozilmasdan qoldi. Yozim bilan albatta video ham oxirida bo'ladi. Shuning uchun videolarni oxirida videodan endi ovozni chiqarishga iloj yo'q. Keyin bu videoda yangi qismini boshqachadan olamiz va unda men bastion ham topgandim Nezirda. Burada Neziret topgandim. Shuncha havoga otishlar bo'lsa u menga bilinmaydi va bu videoda o'zi shunaqa ko'rinadi. Ba'zi joylarda qanday bo'layotganini tushunmadim. To'g'rilasa bo'ladimi deb o'ylab ko'rdim. Yo'q. To'g'rilasa bo'lmaydi ekan. O'ptiramiz tabi. Biz undan ko'ra bu videoga qaytamiz. Hozir biz ovqat to'plashimiz kerak. Keyin meni birinchi kanalim ham bor. Bu albatta ikkinchi kanalim. Birinchi kanalim nomi bu kommentariyada yozib qoldiraman. O'tib unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, men bitta kanal topdim. Buning nomi Fayza ekan. Bunda qiziqarli videolar chiqadi ekan va shunda bunga ham kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Buning maqsadi tepada yozilgan 1000 ta obunachi to'plash ekan. Albatta obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Va videomizni davom ettiramiz. Unda biz survivalimizni boshlaymiz. To'g'riqmayapti. Endi bizga bitta qishloqchi kerak. Hech qaysi biring mendan qocholmaysizlar. Makemol. Keyin aytishinglar mumkin, Fayza nimcha bunaqa eski versiyada o'ynayapsizlar deyishinglar. Kun menda yangi versiya ham bor. Uni ham o'ynaymiz albatta.
Ozgina tush qazimizda o'zimizda ovqatlarimizni eritib olamiz. Ya'ni pishirib olamiz. Ungacha biz bu yerlarni ko'rib turamiz. Keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar. Va bizda Raker degan anaqa originali emas. Uni haqiqiy ismi hayotdagi emas, Minecraftda. O'ziga Raker deb nom berib olgan, lekin o'ziniki Rakerman. Rakerman o'zini ismi. Va u ham biz bilan qo'shilib o'ynasin desanglar, shu videoga 20 ta yoki 50 ta like yig'inglar. Buni men kutib qolaman. Bunday bo'lsa, endi biz o'zimizga temir narsalarni yasab olamiz. Qalqon yomon emas. Bu yaxshi degani. Bularni tashlab yuboramiz. Endi biz buni olamiz-da. Ketdik. Do'stlar, shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Obuna bo'lib, like bosishni esinglardan chiqarmanglar. Sizlar bilan men Fayza bo'ldim. Video tamom.